Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati 2026 dan so'ng ta'tilga chiqqan edi va mana endi Toshkentga qaytdi. Cannavaro Toshkentga aynan qachon qaytgani hech kimga ma'lum emas. U iqtidorli murabbiylar loyihasining navbatdagi konferensiyasida ko'rinish berdi. O'zbekiston 2027-yilgi 17 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo Kubogiga mezbonlik qiladi. Osiyo Futbol Konfederatsiyasi Ijroiya qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida qit'a futboliga oid bir qator muhim qarorlar tasdiqlandi. Unga ko'ra, 2027-yilgi o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi O'zbekistonda bo'lib o'tishi belgilandi. Shuningdek, 2029-yilgi o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi Saudiya Arabistonida o'tkazilishi ma'lum qilindi. Toshkentning Bunyodkor klubi moliyaviy qiyinchiliklar tufayli Superliga 15-turdan o'rin olgan Qizilqumga qarshi bahsni o'tkazish uchun Navoiyga bora olmaydi. Klub bu borada Professional futbol ligaga xat yuborgan. Paxtakor klubi Elita Osiyo Chempionlar Ligasida munosib ishtirok etish uchun tarkibini jiddiy tarzda kuchaytirmoqda. Tez orada sherlar ikkita super transferni e'lon qilishi kutilmoqda. 2023-yilgi Osiyo Kubogida 6 gol urib barchani o'ziga qaratgan iroqlik hujumchi Ayman Husayn bilan kelishuvga erishilgan. Al-Karma klubi bilan shartnomasi yakunlangan 29 yoshli Husaynning maoshi Iroq nashrlarining yozishicha yiliga $1 million tashkil qiladi. Chempionat Aziya xabariga ko'ra, Ayman Husayn bilan 6 oylik bitim imzolanadi va hujumchi bu vaqt davomida 600 ming yevro ishlab oladi. Bundan tashqari O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Odil Hamrobekov ham Paxtakorga qaytyapti. Paxtakor Odilni qaytarish uchun Eronning Traktor Sozi klubiga $800 ming to'lashi kutilmoqda. Ma'lumot uchun Paxtakor Elita Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqish uchun 11 avgust kuni Iordaniyaning Al-Husayn klubini mag'lub etishi kerak bo'ladi. Superliga 1-davrasida Samarqandning Dinamo klubi tarkibida 13 o'yinda ishtirok etgan 27 yoshli futbolchi fransiyalik markaziy himoyachi Muhammadu Dembele Fransiya Liga 3 vakili Le Puig jamoasiga qo'shildi. Tajribali himoyachi jamoamizga kelib qo'shildi. Ham Fransiyada ham xorijda boy tajriba orttirgan kuchli topilma deyilgan Le Puig klubi rasmiy sayti xabarida. 28-iyun kuni FIFA Andijon jamoasi sobiq futbolchi Artyom Odinsov oldidagi qarzdorlikni yopgani uchun klubdan transfer taqiqini olib tashlagan edi. Kecha 29-iyul sanasida FIFA intizomiy qo'mitasi Andijon klubiga sobiq murabbiy Mikola Tishonko oldidagi qarzdorlik tufayli yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishga yana taqiq qo'ydi. Bu Andijonning yil boshidan beri 3-marta taqiqqa uchrashi hisoblanadi. Agar klub sobiq murabbiy oldidagi qarzdorlikni bartaraf etmasa, uzluksiz 3 transfer oynasi davomida yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. Bu borada FIFA axboroti kecha Toshkent vaqti bilan soat 18:54 da O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga kelib tushgan. Andijon klubining yana bir qator yangi futbolchilar bilan shartnomasi esa ligada bu vaqtdan bir muncha keyin ro'yxatga olingan. FIFA intizom kodeksining 50-moddasi 1-bandiga ko'ra qarorlar ular xabar qilingan vaqtdan e'tiboran kuchga kiradi. Shundan kelib chiqib liga Andijon shartnomasini ro'yxatdan o'tkazgan futbolchilarni klub FIFA taqiqi masalasini hal etmaguniga qadar Superliga musobaqasi uchun ro'yxatga qo'shmaydi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.